Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan aziz tomoshabinlar. Bugun bizda yana bir ajoyib natija. Mijozimiz Tojikistondan kelishdi. Tojikistonda ham juda bir chekka joydan ekan. O'zlarida 6 oydan beri vahima, qo'rquv, xavotir bilan yashab kelganlar. Ovqat yeyish 6 oy davomida umuman ovqat yeyish bo'lmagan, ovqat bo'lmagan. Shom paytida har kuni vahima, qo'rquv bezovta qilgan. Yana boshqa qo'shimcha qo'rquvlari ham bor edi. Hozir mana bugun 6-kun javob beryapmiz. 6 kun davomida o'zlaridagi holatni hozir o'zlaridan eshitamiz. Marhamat, o'zingizdagi holat qachon boshlandi, nima bo'ldi? Iloji boricha batafsilroq va to'g'ri tushuntirsangiz, ko'rib o'tirgan kuzatuvchilarimiz ancha xursand bo'lishadi, o'zlariga motivatsiya olishadi. Qachon boshlandi, nimadan boshlandi bu holat? O'sha 6 oy oldin unaqa bo'ldimda, nafas qisish boshlandi menda birinchi. Keyin oyoq qo'llarimda qaltirash boshlandi. Undan keyin kechga yaqin unaqa xavotir, qo'rquv, vahima hamma narsa shunaqa bo'lib ketaverdi. Keyin biz ko'proq endokrinologdan deb o'yladik. Xullas 6 oy ichida bormagan joyim qolmadi. Hamma joyga bordik. Shu Alloh o'zi. Avrasi Alloh. Albatta. Sababchi? Biz sabab. Nimalar bo'ldi? Mana 6 oy davomida hamma yoqqa bordim deyapsiz. Ya'ni shifokorlarga bordingiz. Eski chaqildirdingiz, to'g'rimi? Eski chaqildirdingiz, jin kirgan boshqa deb yana boshqa usullarni qo'llab ko'rdingiz, foyda bermadi. Yo'q. Xo'p, endi o'sha 6 oy davomida o'zingizdagi holatlarni ayting. Ya'ni ovqat yeyolmaslik qanaqa edi? Qo'rquv qanaqa edi? Nima ovqat yeyoldingiz, nima yeyolmadingiz? Faqat o'sha qaynatma sho'r yedim. Uni ham suvmi? Uni ham suv. Boshqa narsa yo'q. Boshqa narsa yo'q. Keyin mana bunaqa qora non ozgina, miqdor o'shanda ham. Miqdordan ortiq ketmasdi-da. Qanaqadir vahima kelardi, bo'g'ib keladi. Qo'rquv kuchli. Shunaqa. Shom paytida nima bo'lardi? Shom paytida vahima ko'proq bo'lardi menda. Ey Alloh, shu kechqurun nega yaratding menga derdimda. Yig'lardim. Kechqurun bo'lmasa, shom bo'lmasa nega. Kun qorong'i bo'lmasa derdimda endi. Yolg'izlikdan qo'rqardingiz? Yolg'izlikdan, ko'chaga chiqolmasdim. Ko'chaga chiqarsam, kichkina o'g'ilcham yoki qizcham o'zim bilan har doim sherik. Xo'jayingiz ham ma'lum vaqtgacha umuman ishga boshqa narsaga jo'natmadi, shunaqami? Xuddi shunaqa. Men tashlab ketmang, shunaqangi qo'rqyapman. Nimadan qo'rqasan? Bilmadim, bir narsa bor, ketmayapti derdimda. Men tashlab ketmang. Faqat oldimda bo'lib turing derdim. Hop, endi hozirgi holatlaringizni bo'lishsangiz, ovqat qanaqa yeyapsiz, shom qanaqa o'tyapti, boshqa qo'rquvlaringiz qanaqa? Hozir ancha yaxshi. O'sha birinchi kunni o'zidayoq natija menda ancha yaxshi bo'ldi. Ovqat yeyishni boshladim. Ovqat yeyishni boshladim. Bitta suhbatdan keyin. Onam hayronda. Umuman guruchli ovqat yemagandim. Boryapman, shunaqa yeyapman. Onam hayron qarab turdi. Sen ovqat yeyapsanmi? Ha, yeyapman. Mumkinmikan? Ha, mumkin ekan, yeyish kerak ekan dedim-da. Ancha oldingiga nisbatan shom bo'lishidan bitta ishtimi bo'lmadi? Yo'q. Bunday hech narsa bo'lmadi. Hozir o'zingizni holatingizdan qanaqa, nima deydi, xulosa, hissiyot degandek qanaqadir nimalar his qilyapsiz? O'zingizga o'xshagan kasallar mana bu holatda o'zingiz kelguncha ham ancha vaqtda keldingiz-ku, to'g'rimi? Kuzatib yurib, har xil mutaxassislarni ko'rib. Albatta. O'shanga o'xshash sizga o'xshagan kasallar ham hozir bu videoni ko'rganda siz o'sha paytda his qilgan hislarni qiladida. Bularga nima degan bo'ladi? Ya'ni o'zingizdan qandaydir
motivatsiya yoki bir qandaydir shu holatdan chiqishga nimadir turtki beradigan usulmi, mashqmi, nimani bir maslahat bergan bo'lardingiz? O'zingiz tajribangizdan kelib chiqqan holatda. Aytmoqchimanki, qiynalib yurgan holatingizda nima sizga masalan turtki bo'ldi yoki shu kelishingizga boshqaga? Turtki bo'lishiga birinchi sabab farzandlarim. Menda ko'proq o'lim xavotiri bor edi. Keyin o'lib qolsamchi farzandlarim nima bo'lardi derdimda. Ko'proq o'sha narsa, farzandlarimga bo'lgan mehrim, oilamga bo'lgan mehrim shu yerlarga olib keldi deb o'ylayman. Uzoq bo'lsa ham mana shuligimda keldingiz, to'g'rimi? Allohga tavakkal Bilganim bo'yicha Tojikistonda pashti u chekkasida ekan. Siz yashaydigan joyingiz o'sha joydan shu joygacha kelganingiz o'zi katta jasorat. 2 kunlik yo'l bu 2 endi. kunlik yo'l ekan. Demak, tuzalsa bo'ladi kasalni. Albatta. Rahmat e'tiboringiz uchun. Shunchalik intervyu berganingiz uchun rahmat. Chunki men intervyu bermaganlarni qoralamoqchi emasman, lekin ularni ham o'zini sababi boshqasi bor, lekin intervyu berish ham katta jasorat. Albatta. Katta jasorat, shu o'zingizdagi holatlarni ayta olish ham katta jasorat. Mana shu uchun ham rahmat. Bu men uchun emas, mana shu ko'rayotgan odamlar uchun ozgina bo'lsa ham, zig'ircha bo'lsa ham ishonch uyg'otadi-da. Juda ko'pchilik hayotdan so'nib ketgan, qilolmayman, tuzalmayman, shu bilan shu holatda qolaman degan. Meni o'zimda shu narsalar bo'ldi-da. Bor edi. O'zimda hammasi bor edi. Ishonchsizlik bor edi ko'proq. Unaqa hayotga bo'lgan ishonchsizlik уже so'lib qolgandi-da. Hatto boshida shunday holat bo'ldi, agar eslasangiz ishonmadingiz ham, to'g'rimi? Qanday qilib? Albatta, yosh bolani o'yinini o'ynayotgandek. Shunaqa. Kuzatuvchilarga endi tavsiyamiz, agar iloji yetsa, o'zlarini qadrlasa, kimgadir kerakman deb o'ylasalar, kelishlarini tavsiya qilamiz. Natija yomon emas.